So'nggi yillarda jahon moliya tizimida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. AQSh dollari uzoq yillar davomida global savdo va investitsiyalarda asosiy valyuta sifatida yetakchilik qilgan bo'lsa-da, bugun uning mavqei tobora zaiflashib bormoqda. AQSh davlat qarzi rekord darajaga chiqdi. Ichki siyosiy beqarorlik va xalqaro savdo ziddiyatlari esa dollarga bo'lgan ishonchni kamaytirmoqda. Shu paytda Yevropa Markaziy banki yevroning xalqaro rolini kuchaytirish ustida ishlamoqda, Xitoy esa yuanni xalqaro to'lov tizimlariga faol tatbiq etmoqda. Ko'plab tahlilchilar fikricha, bu jarayon ko'p qutbli moliya tizimining shakllanishiga olib kelmoqda. Endi faqat bitta valyuta dunyoni boshqarmaydi. Mutaxassislar ogohlantiradi. Agar jarayon shu tarzda davom etsa, yaqin yillarda dollarning global g'alabasi tarixga aylanib dunyo iqtisodida yangi muvozanat paydo bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.